Bugun bir mazza qilib kuksixo'rlik qilaylik. Ko'pchilik savol beradi menga, kuksi o'zi qanaqa ovqat deydi. Kuksi aslan yozda ketadigan ovqat. Mana bitta ko'rsatib o'taman sizlarga. Ustida go'shti bo'ladi, bu yoqda omlet tuxumi bo'ladi, bodringni, karami, pomidori va tagida mana bunaqa o'zini xamiri bo'ladi mana. Ko'ryapsizlar, bu kuksi ovqati aslan yozda ketadi, muzdek ovqat bo'ladi. Mana eng mazali qiladigan narsasi bu suv bo'ladi. Qani, bismillah. O'zim ichmaganimga ham ancha bo'ldi, mazza qilib hozir ichaman mana. Ko'ryapsizlar mana. Mana muzdek kuksini sevib iste'mol qilaman. Ko'ryapsizlarmi? Qani, bismillah. Birinchi suvni ichib ko'ramiz. Menimcha bunga ozgina soya kam, soya solamiz. Qani. 3-4 tomchi soya, 3-4 tomchi uksus. Yanada mazali qiladigan narsasi. Voy, go'shtlarini qarang, buni go'shtlarini. Mana shu turishi Sardor kafesida 40 ming so'm. Agar siz kuksini yaxshi ko'rsangiz, kuksi ichkisi kelsa, обязательно taklif qilamiz ichishga. Qani. Menimcha nimadir kam. Mana eng muhimidan bittasi ajika. O'zini ajikasini agar achchiq yeydiganlar uchun, qarang mana, o'zi achchiq yeydiganlar uchun solasizlar. Voy, ketadi-yu jigar. Agar sizni kuksi yegingiz kelsa, Sardor kafesiga taklif qilamiz. Narxi 40 ming so'm. Xohlasangiz Yangiyo'l bo'ylab, xohlasangiz bozor bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Yetkazib beramiz.